Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Mana birinchidan kayfiyatim yaxshi va yomon. Nimaga yomon? Chunki yurtdoshimiz Aslanbek Ortiqov mag'lubiyatga uchradi. Aslida men uchun bu g'alabaga teng mag'lubiyat va ushbu jang haqida endi men professional sport ustasi emasman. Professional sport ustasi One Championship 61 kilogramm vazn chempioni MMA yo'nalishi bo'yicha Avazbek Xolmirzayevga telefon qildim va ular rad qilmaganlari uchun rahmat. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum akajon, nasılsınız? Rahmat. Charchamaysiz? O'zingiz qalaysiz? Yaxshi aka, Allohga shukr. Xo'p, aka, jang haqida sizni fikrlaringizni bilgim keldi. Meni nazarimda Aslanbek g'olib bo'ldi. Bizlar ham aka вообще mana endi promoga ko'rib o'tirgandik, juda xursand bo'ldik. Birdan Asadulla uni ham Asadulla deb boshlaydi-ku. Asad deb boshlasa bizlar birdan xursand bo'lib ketdik-da, Aslamjon yutdi deb o'ylab. O'zi ham xursand bo'ldi. Biz bo'yni вообще hayajon bilan ko'rdik aka bizlar ham. To'g'ri. Aha. Lekin Umumiy o'sha birinchi raunddan bo'ldiga keladigan bo'lsak aka, birinchi raunddan boshlasak, birinchi raund Asadulla olgan bo'lishi mumkin, lekin kichkina bir hisob bilan. Lekin 2, 3, 4 to'liq Aslamjon oldi deb o'ylaymiz bizlar. Chunki 3-raundmi, 4-raundda o'sha Asadullani burunlarigacha sindirib tashladi Aslamjon, uni ko'rgan bo'lsangiz. Vaqtim bo'y umuman ta'riflab bera olmaymiz-da, to'g'risi. Ko'rmagan, nima edi, ko'rganlar armondamidi, ko'rmaganlar darmondamidi, nima edi? O'shanaqa maqol bor aka, o'shanaqa bo'y bo'ldi-da, to'g'risi. ha. Bo'y vaqti zo'r bo'ldi bo'y. To'g'ri. Aslamjonni yutdi degandek bilan. Yo'q, men ham to'g'risi o'sha 4-raundda uje Imon Gazalini o'sha Asadullani burunlari sindi va 5-raundda Aslanni murabbiylari meni nazarimda emotsiyada ko'rganim uchunmi bilmayman, qo'llarini bundoq qilib relaks deganday bo'ldi-da. Shu bekor aytdi-da, shu gapni deb turdim, sababi 5-raund hal qiluvchi raund meni nazarimda deb turgandim-da. Endi 5-raundga kelsak, 5-raund ham yaxshi ishladi aka. Endi hamma sportsmenlar va moyda yo'nalishidagi sportsmenlar ham menimcha tan olsa kerak, Aslan haqiqiy bir nima desam, bir вообще pulim o'tdi Aslamjon, to'g'risi. Yo'q, agar unaqa bo'lmasa o'zimizni O'zbekistondagi sportchilar aytsa, yo'q, unaqa emas deb. Sportchiman degan hammasi tan olsa kerak menimcha Aslamjonni qanaqa urishini. To'g'risi zasudlik bo'ldi deb o'ylaymiz-da bizlar ham. Вообще ishonmayapmiz o'zimiz ham hali. Hali ko'ryapmiz bo'yni, qayta ko'ryapmiz o'zimiz ham haligacha. Men ham to'g'risi shunaqa deb o'ylayman. To'g'risi, men jangdan oldin raqibni ta'riflaydigan savollarni berishni yomon ko'raman-da. Voy, raqibimiz dahshat, tam tudasida deb. Aslamjonni raqibini ko'rganda to'g'risi yurakda hadik bor edi-da. Xuddi shunaqa sizda ham bo'lgandi. Sizga ham jangdan oldingi intervyumizda raqibimiz haqida qanaqadir kuchli savollar bermagandim-da. Endi hozir mana Aslam jangni o'tkazgandan keyingi intervyuda men ishonch bilan ayta olamanki, 100% ura oladigan, ura olasiz, nima bo'ldi kamchiliklar deb hamnaqa gaplasha olaman-da. Birinchi intervyumizda ko'p muxlislar yozgandiki, nimaga raqib haqida oddiygina savol berib qo'ydingiz, nimaga misol u dahshatli sportchi dedi. Bu aka qo'rqoq odamlarning gapida. U saperniki вообще uni nima desam, qo'lga olib qo'ygan, unaqa qilgan, bunaqa qilib qo'ygan. Haqiqiy chestni normalniy boец hech qaysi sapernik tanlamaydi deb o'ylayman. Mening fikrim bu. Hech qachon raqib unaqa qiziq bo'lmagan. U kim nima desam, вообще bir dahshat boец deb, dahshatli, qo'rqinchli boец bo'lsa ham qiziq bo'lmagan deb o'ylayman haqiqiy boeclar uchun. Chunki hech kim raqib tanlamaydi, kimni berishdi, bular ligani o'zi hal qiladi, kimni beradi shu bilan urushib ketadi deb o'ylayman-da. U raqib tanlab 8 yil urushmasdan bitta urushib qo'yib yuradiganlarning gapida u aka. Dostoyniy boeclar hammasi hech qaysi raqib tanlamasdan chotki bo'y ko'rsatgan shu vaqtgacha. Menga ham yozgan, lichkalarimgacha yozgan, aka bu dahshatli boec, bu manaqa mashhur, bu bunaqa mashhur, bu bunaqa. Hammamizni Xudo yaratgan-ku aka. Shunaqa. Hammamiz bir xil. U odam qilgan ishni odam qiladi baribir. Taqdirimizga yozilgan narsa bo'ladi aka, to'g'risi yutqazishim kerak bo'lgan bo'lsa yutqazaman, yutishim kerak bo'lgan bo'lsa yutaman. Xuddi shunaqa narsa-da aka. Sportda teng bo'lmaydi. G'alaba bitta yonma-yon yuradi o'z bilan. Buni endi tushunadigan bor, tushunmaydigan bor. Uni sport mana shu bo'yigachalik tayyorgarliklarni hech kim ko'rmagan, kuchsiz ekan. Bizni boec baribir sal kuchsizlik qildi deb gaplar chiqarishi mumkin-da. Uni qanaqa mehnat qilayotganini ular ko'rmaydi, telefon orqasida o'tirib olib bemalol yozib o'tiraveradi-da.
ozguncha mehnat bilan kelmaydi bu kamargacha ham. Hamma oddiy qarashi mumkin. Bunaqa kamar, bunaqa, bu narsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'lardi deb bir tarafdan nima desam, yuzaki qarab o'tirish baribir boshqachada. Uni ichiga kirgandan keyin kunkaga tushib qoladi aka. Tем более unaqa atmosferada. Agar o'shalarga misol uchun Ushkorga o'zing o'rnimga chiqqani desangiz agar sahnaga ringga teng более oktagonga chiqib kelganchalik o'zini yo'qotib qo'yadi o'zi. Tushib qoladi to'g'risi. O'shanaqa narsalar hisob kitobini olmaydi-da, hech kim bemalol gapiraveradi. Atak Aslan aka mana shu kamarni 100% oladi Xudo xolisa. Balkim keyingi jangda, balkim yana bitta bo'y o'tkazib, baribir yana kamarga beradi Aslanga. Chunki kamar uchun yetib kelgan Aslan kamarga. Top base Aslan. Menimcha Imon Gazali ham prostoy sopernik emas, normal sopernik ham ko'rdingiz o'zingiz. Undan oldingi bo'yi ham kamarga bo'lganda u o'sha normalardan o'ta olmagan sabab kamar berilmaganda unga. Chempionni qanaqa nokaut qilib tashladi ko'rdingiz. Yaqqol misol Tailandda yulduzi misol uchun Tailand Muay Thai'ni vatani Tailand deydi-ku, to'g'rimi? Qanaqadir ikkinchi raund, 2 raunddan o'shib bera olmadi misol uchun o'sha tailandlik soperniga. Ikkinchi raundda nokaut qilib tashladi. Aslan 5 raund urishyapti aka uni. Qiynab uryapti uni, o'ynab uryapti, qiliqsirab urishyapti Aslan bu bilan. 5 raund qanaqa urishdi? Ko'rsiz-ku, o'ynab tashladi. Aslanni o'zi Aslan izolyatsiya qilib urishdi-da to'g'risi. Aslan bu jangda o'zini stilida qoldi. Imon Gazali o'shim o'zini nima stilini yo'qotib qo'ydi bu jangda aka. Imom Gazali umuman o'ziga o'xshamadi va to'g'risini aytaman. Qanaqa qilib bu chempionlik kamarini olib ketganiga men hayron qoldim. Aka biz ham tushunmayapmiz-da shuni. O'sha 5-raund почти teng urishdi. Почти teng urishdi-da. Hozir men nimalarni chiqardim menimcha 1-raund, 2-raund, 3-raundgachalik chiqargan, 2-raundni faqat Aslanga bergan. 1 bilan 3ni Imon Gazaliga berganda. Biz ham o'yladik 2, 3, 4 Aslan oldi dedik. 5ni siz aytayotganda 50-50 yo Imon Gazali yo Aslan ikkalasidan bittasi deb o'ylagandik biz ham. Endi bunaqa janglarda aslida mag'lubiyat nima deydi, mag'lubiyatni tan olmaymiz biz va siz aytdingizki yana bitta jangdan keyin revansh bo'lishi mumkin dedingiz. Meni fikrimcha bunaqa natijalardan keyin menimcha Aslanbek jangsiz, ya'ni revansh qiladi. Shunaqa bo'lishi mumkin aka, lekin endi bular aytib bo'lmaydi. Vanex ham bilasizku, har xilcha qaror chiqarib yuboradi birdaniga. Hattoki revansh berib olishi mumkin, lekin kami 3-4 oydan keyin bo'ladi deb o'ylayman. Chunki u точно burnini operatsiya qilish kerak Imon Gazali. Burni явно sinib ketdi. Bizga 100% ko'rindi-da, o'sha burun вообще yomon sinib ketdi. Inshaalloh Aslan oladi aka kamarni. Xudo xolasa biz ishonamiz. Muay Thai'da ham kamar O'zbekistonga boradi Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qanaqa Muay Thai, MMA qanaqa tengsizligimizni isbotlab qo'yadi Aslan o'zi. Xudo xolasa. Aslanni o'zi niyati bor edi akajon. Muay Thai kamarni olaman va aynan shu vaznda kickboksda One Championshipda jang qilaman deganda, bizlar uchun chempion, lekin kamar olish kerak bo'lsa yana bitta jangdan keyin Alloh nasib qilsa xuddi shunaqa jang qilsalar, keyingi o'sha ozgina oxirgi raundlarga kuchni tashlasalar, Xudo xolasa kamar Aslanbekka bo'ladi, уже chempion desak ham bo'ladi va kickboksdagi One Championshipdagi kickboksda ham kamarni olib keladi degan umiddamiz. Aslanjon, krassavchik, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Aslida ishoning, siz chempionsiz. Va muxlislardan iltimos, ana One Championship Instagramga kirib takoy denglar. Smayliklar tashanglar. Olish kerak. To'g'ri. Shu, xo'p, o'zingizda nima yangilik? Mana o'zi Tailandga ketdingiz kecha. Yangiliklar bo'lib qoladi tez orada. Turnovkani mashg'ulotlarni yana 4x deydi-ku, 2x emas, 4x boshlaganmiz. Malades. Trener Mostaga Pardayev bilan birgalikda Xudo xolasa yana yangiliklar yaratishga harakat qilamiz inshaalloh. Yo, o'zi jang berildimi, berilmadimi? Shuni gaplashib olaylik. Jang Xudo xolasa 50-50 bo'lib turibdi. Okay. O'zimizni O'zbekistonda o'tkazishim mumkin, lekin One Championship Sentyabrda. Xudo xolasa. Yaxshi. Xo'p, bu haqida Ozod aka Pardayev bilan gaplashgandik. Raqib ham o'sha Ozod aka bilan gaplashganimizdaqa raqibmi? Yo'q aka, o'zgaradi raqib, o'zgarar ekan. Biz Dimitriy Jonsonni gaplashgandik O'zbekistonga avazga deb. Menimcha aka, u bilan biz grappling kurashishimiz mumkin, katta ehtimollar bilan. O'zi ham yoshini inobatga olib. O'sha One Championship ligasini o'zida. Yoshini inobatga olgan holda grappling bo'lishi mumkin. Atak MMA qo'shmayman degan. Mayli aka. MMA bo'y bo'lmaydi. Dimitriy Jonson bilan uzoqqa yugurish o'ynasangiz ham tarixga qolasiz, ishoning. Shu aka, endi
o'zimiz kuchimizni sinab ko'ramiz bir grepplingda ham. Yaxshi. Odamlar aytadi, kurashi yo'q deydi-ku. Mayli endi. Qo'limizdan kelgancha kurashib ko'ramiz. Shu yerda bitta gapni aytib o'tdik aka. Mana shu taekvondo, mana shu sportga kirganimda o'sha birinchi ustozimni endi yo'qotganman-da, endi topolmaganman. O'sha oldin trenirovka qilgan vaqtlarimda topolmaganman ustozimni. Shu o'zim niyat qilardim, mabodo Xudo xolasa o'sha yaxshi ko'tarilib ketsam, o'sha birinchi ustozim ko'rar meni deb o'ylardim aka. Mana shu safarga ketgan vaqtimda o'sha yozgan ekan menga. O'sha ko'rib tanib молодец, oxirigacha sport bilan ketibsan. Tabriklayman. Zo'r, biz xursandmiz. Shunaqa o'zlaringni ko'rsatinglar deb yozib qoldilar. Shunaqa xursand bo'ldim. Ismi Jamshid aka edi. Taekvondodan birinchi ustozim bo'lgan meni Jizzaxdan. Da. Alohida rahmat aytib o'tmayman shu trenerim mening. Ixtiyor aka, Taekwondo VTF. Sizga ham rahmat akajon. Mani trenerim bu. Galasiyo.